Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizde başlayımız. Washington'da sözleyimiz leksiyada size diyoruz. Amerika Cungu'ga sel qarag'anligi uchun xatoligini to'nidi mavzuli xabar 3 ayning 25 kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Amerikaning Osiyoga qayta kelishi muqimlashgan vaziyat ostida Amerika Jungo munosabati qanday taraqqiy qiladi? Dünya ko'z tikibli qalmasdan Amerikaning bilim xazinasi olimlari mo qiziqadigan bir masalaga aylanib qoldi. Yaqindan beri Washingtonda bilim xazinasi 2049 turli tadqiqotining tadqiqoti axborot muzeyida o'tkazildi. 10 yildan keyin Jungo bir mas'uliyatchan davlatga aylanadi. Degan masala bo'yicha muhokama elib berib, Jungoning o'tgan 10 yil ichida o'zgargan o'zgarishlarini va Amerika-Jungo munosabatini muhokama qilishdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Osiyo Tinch okean ishlari bo'yicha sodiq yordamchi davlat ishlar kotibi Randall Shriver muhokama yig'inida bunday ko'rsatdi. 10 yil o'tib ketdi. Jungo haqiqatan dunyoda cho'ng davlatga aylandi. Lekin bu davlatning mas'uliyatchan davlat bo'lganligini atayin. Randall Shriver apandi bundoq dedi. Tilga olgan mas'uliyat yoki hozir so'zlagan mas'uliyat Jungo Amerikaning orzusi bo'yicha ish qilmadi. Ma'qul bo'lishga tegishli xalqaro tartibni tanlamadi. Deganlik deb qaraldi. Buni balki xabar yozuvchi odam qo'shib qo'ygan bo'lishi mumkin. Jungo Amerikaning nazaridan tushdi yoki Amerikaning degani bo'yicha maqmidi. Amerika yetakchilik qilayotgan xalqaro tartibni qo'llanmadi deb bunda oshkor gaplar o'tirib chiqqan emas. Buni faqat xabar yozuvchi odam qo'shib qo'yayotgan jumla bo'lsa kerak. Shundoq deb qaraldi dedi. Randall Shriver mundaq hisobladi. Jungo nurg'un taraflarda bo'libmi bexatarlik sohasida bekorlikqa Amerikaning mashinasi chiqib qolmay, baxtsiz Amerikaning mashinasi chiqib qolmay, Amerika ta'minlagan rayon xarakterlik bexatarlik va muqimlikdan bahar elib qolmay, davlat manfaati jihatda balki Amerika bilan nurg'un to'qinish paydo qildi. Buni albatta rostligida boshqa sabablarni qo'yib turaylik. Afg'onistonga kirishi Amerika davlatining qudratli armiyasi ham NATOning Afg'onistonga yetib kelishi mening o'ylashimcha O'rta Osiyoning muqimligini, rayon xarakterlik muqimlikni Amerika qo'g'di degan gap. Agar shu vaqtlarda Afg'onistondagi jiddiy vaziyat shunday jiddiy taraqqiy qildigan bo'lsa, bugun Jungoning taqdiriga qanday ta'sir ko'rsatdi masalan? Jungoning istiqboli qanday ta'sir ko'rsatdi masalan? Ehtimol Randall Shriver apandi shunday deganki, deydi, nurg'un taraflarda bo'libmi bexatarlik sohasida bekorlikda Amerikaning mashinasiga chiqib qolmay, Amerika ta'minlagan rayon xarakterlik bexatarlik va muqimlikdan bahar elib qolmaydi. Demak, rayon xarakterlik bexatarlik bilan Amerika ta'minladi. Shundan keyin Jungo tinch taraqqiyot protsessiga erishdi dedi. Davlat manfaati jihatidan nurg'un Amerika bilan to'qinishlarni paydo qildi. Balki Amerika Jungoning g'araziga dastlabda sal qaradi. Randall Shriver deydiki, balki Amerika dastlabda Jungoning g'araziga sal qaradi. Randall Shriver yana bunday ko'rsatdi. Jungoning maqsadini rayon xarakterlik tartibni qayta qurish. Jungoni markaz qilgan bexatarlik ramkasini qurib chiqishdan iborat. Jungo hozirgi tartib va bexatarlik ramkasidan rozi bo'la olmadi. Chunki hozirgi dunyoviy tartib ramkasi Amerika yetakchilik qiladi. Amerikaning harbiy mavjudligi va Amerikaning harbiy ittifoqdoshlari qurib chiqqan dunyoviy tartib darhol dunyoviy tartib
Derhal Xitayning yoki e'tirof qilishiga, yondashib kelishiga moslashman. Ya Xitoy bunga moslashman dedi. Rendishirayverdim deydi. Ko'z qarashlari Amerikaning siyosiy sahnasida keng tarqaldi. Masalan, shu rendishirayverning Amerikaning dunyoviy tartib ig'dorchi qilishi, Xitoyning buning ma'qul bo'lmaganligi yoki ko'nmaganligi yoki maslash bermaganligidan iborat shunday ko'z qarashlar, rendishirayverning ko'z qarashlari hozir Amerikaning siyosat sahnasida keng tarqaldi dedi. Amerikaning Xalqaro savdo komiteti 3-oyning 25-kuni Jungoning dat basmaydigan po'lat materiallardan ishlangan mahsulotlar Amerikaning shu xildagi sanoat to'g'riga keltirgan ziyonlari bo'yicha Jungoning dastlabki qadamda uttirib qo'yganligini, muqimlashtirganligini jakardi. Yuqorida Randall Shriver siyosat to'g'risida to'xtaldi, endilikda iqtisod to'g'risida to'xtaldi. Bo'yicha muqimlashganligini jakardi. Bu albatta Amerika Savdo sanoat ministrligining to'kmi qilib setishga qarshi qo'sh taraflik tekshirish elib bordiganligidan darak beradi. Xalqaro savdo komiteti yuqorqi muqimlashtirishning natijasini shu kuni jakardi. Komitetning 6 nafar a'zosi qo'llab bilet tashildi. Jungoning qimmat bog'liq mahsulotlari eg'ir qiyinchilikqa duch kelgan ahvol ostida Amerikaning cheklash buyrug'i Jungoning po'lat temir sanoatiga yaxshi bo'lmagan ta'sir ko'rsatdi. Bunda aytganda to'kmi qilib setishga bo'lmaydi, Amerika bozorlariga to'kmi qilib kirishga bo'lmaydi degan chekdimalik siyosatlar, bu siyosatlar Amerikaning qo'lidan chiqqan ekan, bu siyosat Jungoning iqtisodiy ahvoliga haliqadek ta'sir qilmay qolmaydi deydi. Amerika Xalqaro savdo komitetining bu qarori Amerikaning Jungodan pahas bo'lishga boshlaganligini ko'rsatib berdi. Demak, savdo sohasida Amerika savdo komitetining yuqoridagi qaror qilishi, masalan, Jungoning ba'zi mahsulotlarining Amerikaga kelishini cheklab qo'yish degandek, bu qarori Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatining endi Amerika Jungodan pahas bo'lishga boshlaganligini ko'rsatib berdi. Ba'zilar shu to'g'rida mundaq hisobladi deydi xabarda. Amerikaning bir necha yildan beri yo'l qo'ygan Osiyoga qaytib kelish siyosati Senkaku, ya'ni Diaoyu masalasida, Senkaku taqim orollari masalasida Yaponiyani qanot ostiga elishi, Janubiy dengiz masalasida Filippin qatorliq davlatlarni qo'llashi amaliyotda Jungoni qo'rshavga erishdi. Ba'zilar shunday qardi, shunday hisobli dedi. Qo'rshash siyosatining keyindagi bir holat, diqqat vatandoshim, Jungoga sal qarag'anlikdan iborat xatolikni to'niganlikdan paydo bo'lgan holatdir. Yuqorida qo'rshash shunday chiqdi, shunday bir holat shakllandi. Bu holatdan keyindagi yana bir mazmun, yana bir holat shukanki deydi. Bu holat bir holat Osiyoga kelishi va Osiyoda Xitoyni qo'rshavga ilishda iborat siyosatning keyindagi bir holat Jungoga sal qarag'anlikdan iborat xatolikni to'niganlikdan paydo bo'lgan holatdir. Ya'ni Jungo taraqqiy qilib zo'raygandan keyin Amerika yetakchilik qilayotgan Osiyoning tartibiga davomli xiris e'lon qiladi deb to'niganlikdan paydo bo'lgan bir xil holatdir. Demak, xatoligini to'nidi. Endilikda Osiyoda Amerika yetakchilik qilayotgan Osiyo tartibiga Jungo davomli xiris e'lon qiladi deb to'niganlikdan paydo bo'lgan bir xil holatdir deydi.